Qirg'iz xalqi ham, o'zbek xalqi ham albatta juda katta natijalar kutadi. O'zbekistonga kelgan mamlakatlik ish safarim jo'n ele kelib ketish emas, bardıq masalalarni chechib ketish bo'lchu, o'sha maqsadga jetaman deb tilayman. Ikkita qardosh elni birlashtirishimiz kerak. Bizning maqsadimiz shu o'zi bugungi yig'ilishda. Men jana mening komandam O'zbek taraf menен жигердүү аракеттенүүгө жана мындан ары өз ара пайдалуу кызматташууну тереңдетүүгө толук даяр экендигин билдирем. Do'stona va samarali muloqotlarimiz bizning hamkorlik borasidagi niyat va qarashlarimiz uyg'un ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Bironta kichkina masala qolgan yo'q, batafsil kelishib oldik. Все, что здесь стоит, это вот подарок кыргызскому народу.